Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi darsimiz odam va hayvonlarning ayrishi bilan tanishib o'tamiz. Ayrish o'zi nima? Moddalar almashinuvi jarayonida keraksiz moddalarni organizmdan chiqarib yuborilish jarayoniga aytiladi. Umurtqasiz hayvonlarda ayrish sistemasi tuzilishi. Hayvonlarda ushbu sistema aynan umurtqasizlarda tarixiy jarayonda takomillashgan. Keling, bo'shliq ishliklarning ayrish sistemasi bilan tanishib o'tamiz. Bo'shliq ishliklarga gidra va meduzalar kiradi. Ularda aynan sodda tuzilishga ega bo'lgani uchun ayrish sistemasi alohida ixtisoslashgan ayrish sistemasi shakllanmagan. Moddalar almashinuvi mahsulotlari entoderma hujayralari demak esa keraksiz moddalarni qisqaruvchi vakuolalar orqali tananing ichki bo'shlig'iga ajratadi va u yerdan hazm bo'lmagan oziq og'iz teshigi orqali tashqariga haydaladi. Yassi chuvalchaklarning ayrish sistemasi. Protonefridi, yunoncha proto birinchi, nefros buyrak deb ataladi. Xuddi shunaqa protonefridi tipidagi ayrish sistemasiga ega. Ular shoxlangan naychalar va maxsus hujayralardan tashkil topgan. Protonefridilar organlar oralig'ini to'ldirib turuvchi parenximada joylashgan juda ko'p bir uchi berk naychalardan boshlanib, tanani ikki yonida joylashgan yirik ikkita naychaga tutashadi. Moddalar almashinuvi natijasidagi zararli mahsulotlar va tanadagi ortiqcha suv naychalarga sizib o'tib, tashqariga chiqariladi. Demak, ushbu rasmda yassi chuvalchakni vakili hisoblangan oq planariyaning ayrish sistemasi tasvirlangan, tanishib o'tishingiz mumkin. Kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Ushbu video dars haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting, like bosing. Davom etamiz. To'garak chuvalchaklarda askarida, ya'ni astritsalar kiradi, bilamiz. Ayrish sistemasi qanday tuzilgan? Keling, tanishib o'tamiz. Yassi chuvalchaklarga qaraganda biroz o'zgargan va murakkablashgan ekan. To'garak chuvalchaklar, demak, ularning ayrish sistemasi bir juft yon kanallar, naychalardan iborat bo'lib, bu naychalar tananing ikki yoni tomoni bo'ylab uzunligiga o'tadi. Tananing oldingi qismida bu ikkita yon kanal bir-biri bilan tutashadi va yagona ko'ndalang kanalni hosil qiladi. Birlashgan kanal tananing qorin va oldingi qismida joylashgan bitta ayrish teshigi orqali tashqi muhitga chiqariladi. Ya'ni tashqi muhitga ochiladi va zararli mahsulotlar o'sha demak ayrish teshigi orqali chiqarib yuboriladi. Mollyuskalar ayrish sistemasi metanefridi tipidagi buyrakdan iborat. Qon buyrak orqali o'tib, ya'ni buyrakka oqib o'tib, tarkibidagi zararli moddalarni tashqariga chiqarib yuboradi. Metanefridi tipidagi mollyuskalarning ayrish sistemasi tasvirlangan, tanishib o'tishingiz mumkin. Halqali chuvalchaklarning ayrish sistemasi. Yomg'ir chuvalchangida metanefridi, yunoncha meta keyingi nefros buyrak deb ataladi. Ular har bir tana bo'g'imida, ya'ni halqasida juft-juft bo'lib joylashgan. Metanefridining boshlanish qismi voronkaga o'xshash bo'lib, uning atrofi kiprikchalar bilan qoplangan. Mana bu rasmga qarasangiz, bu narsani ko'rishingiz mumkin. Birinchi rasmda voronkaga o'xshash va atrofi demak kiprikchalar bilan o'ralganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu voronka tana bo'shlig'i suyuqligiga ochiladi va tana bo'g'imidagi keraksiz moddalarni so'rib oladi. Voronkadan chiqqan naycha keyingi tana bo'g'imiga o'tadi va ingichka qon tomirlari chigali bilan o'ralgan bo'ladi. Naychadan suyuqlik o'tayotganda organizm uchun kerakli moddalar va suv qayta qonga so'riladi. Demak, keraksiz va zaharli chiqindilar yig'ilgan naychaning oxirgi uchi tana devoridagi ayrish teshigi orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Demak, mana bu 3-rasmimizda aynan o'sha qovuq vazifasini bajaradigan ayrish teshikcha, undan keyin ayrish teshikchasi turibdi. Mana shu orqali zararli chiqindilar chiqib ketishini ko'rishimiz mumkin. Bo'g'imoyoqlilar, qisqichbaqasimonlar, o'rgimchaksimonlar va hasharotlar turli muhitlarda yashagani uchun ularning ayrish sistemasi ham turlicha tuzilgan. Qisqichbaqasimonlar misolida biz daryo qisqichbaqasi bilan tanishib o'tamiz. Asosan yashil bezlar va naychalardan iborat ayrish sistemasi. Bosh qismida joylashgan bir juft maxsus ayrish organi, ular shaklan yashil tusda bo'lgani uchun shunday
ataladi. Bu bezlarning pufaksimon keng tana bo'shlig'ida joylashgan, naychalari esa kalta mo'ylovlar asosida joylashgan ayrish teshigi orqali tashqariga chiqariladi. Hasharotlar va o'rgimchaklarda aynan mana shu sinfda ayrish sistemasi malpig'i naychalaridan tuzilgan. Malpig'i naychalari ichak bo'shlig'iga ochiladi. Suv qayta qonga so'rilgani sababli ularning chiqindi moddalari quruq kristallar holida ichak orqali ajraladi. Demak, ushbu rasmda chigirtkaning aynan bo'g'ma oyoqlar tipiga mansub malpig'i tipidagi ayrish sistemasi chigirtka bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak rasmlarda ifodalangan tanishib o'tishingiz mumkin. Umurtqali hayvonlarning ayrish sistemasi siydik ayrish organlariga bir juft buyrak, bir juft siydik yo'li va qovuq kiradi. Tana buyraklari bir juft baliqlarning asosiy ayrish organi hisoblanadi. Eslab qoling, tana buyraklari deyapti. Demak, ular tananing orqa qismida umurtqa pog'onasining ikkala yonida joylashgan to'q qizil tusli tasmasimon yoki lentasimon shakldagi organlardir. Siydik yo'llari bular ham bir juft buyraklarda qondan filtrlab olingan keraksiz moddalar va ortiqcha suvdan hosil bo'lgan siydik har bir buyrakdan chiquvchi siydik naylari orqali pastga qarab oqadi. Qovug'i yoki siydik pufagi ikkala siydik nayi birlashib siydik vaqtincha to'playdigan siydik qovug'iga ochiladi. Siydik chiqarish kanali siydik qovug'i to'lgach siydik anal teshigining orqasida joylashgan alohida ayrish teshigi orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Ushbu demak baliqlarning rasmlari bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Ayrish sistemalarini demak tuzilishlari bilan ham tanishib o'tishingiz mumkin. Amfibiyalarning ayrish tizimi aynan qurbaqa va salamandralarda ularning ham suvda ham quruqda yashash tarziga moslashganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Gavda buyraklari demak bir juft amfibiyalarning asosiy ayrish organi hisoblanadi. Ular tananing orqa qismida umurtqa pog'onasining ikkala yonida joylashgan to'q qizil rangli tasmasimon buyraklar hisoblanadi. Siydik yo'llari bir juft buyraklarda qondan filtrlanib olingan keraksiz moddalar va ortiqcha suvdan hosil bo'lgan siydik buyraklardan chiquvchi siydik naylari orqali kloakaga tushadi. Demak, qovug'i siydik dastlab kloakaga tushadi va u yerdan uning qorin devoridagi xaltasimon siydik qovug'iga o'tadi hamda vaqtincha to'planadi. Tashqariga chiqarilishi siydik pufagi to'lgach, siydik yana kloakaga qaytib chiqadi va kloaka teshigi orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Demak, amfibiyalarda nima shakllangan ekan? To'ppa-to'g'ri kloakasi shakllangan. Reptiliyalar yoki sudralib yuruvchilarga misol qilib biz ilon va toshbaqalarni aytishimiz mumkin. Ularning ayrish sistemasi quruqlikda yashash muhitiga to'liq moslashgan va suvni maksimal darajada tejashga yo'naltirilgan. Demak, ularda chanoq buyraklari bo'lyapti. Bir juft reptiliyalarning asosiy ayrish organi hisoblanadi. Baliq va amfibiyalardan farqli ravishda ularda chanoq yoki haqiqiy buyraklar rivojlangan. Ularning chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, aynan buyraklari qondan keraksiz moddalarni o'ta samarali filtrlab beradi. Siydik yo'llari ham bir juft buyraklardan chiquvchi siydik naylari siydikni to'g'ridan to'g'ri kloakaga olib boradi. Qovug'i yoki pufagi siydik dastlab kloakaga tushadi va u yerdan siydik qovug'iga o'tadi. Muhim bir eslatma, ba'zi reptiliyalarda, masalan ilonlar, ba'zi kalta kesaklarda suvni tejash va tana shaklini ixchamligini saqlab qolish uchun siydik qovug'i bo'lmas ekan. Ularda siydik to'g'ridan to'g'ri kloakaga tushadi. Tashqariga chiqarilish aynan zaharli, zararli mahsulotlarni siydik va chiqindi moddalar kloaka teshigi orqali tashqi muhitga ajratiladi. Ushbu rasmda demak sudralib yuruvchilarning vakili demak kaltakesakning ayrish sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Qushlarning ayrish sistemasi aynan parvoz qilishga va tanada suvni tejashga moslashgan. Ularda ham demak bir juft buyraklar qushlarning chanoq suyagi bo'shliqlariga joylashgan to'q qizil rangli va 3 bo'lakdan iborat. Ular qondan keraksiz moddalar va ortiqcha suvni filtrlash vazifasini bajaradi. Juft siydik yo'llari buyraklardan boshlanib, hosil bo'lgan siydikni to'g'ri kloakaga olib boradi. Muhim biologik xususiyatlari siydik pufagining yo'qligi. Qushlarda siydik pufagi bo'lmaydi. Bu xususiyat qush vaznini yengillashtiradi va uchishini osonlashtiradi.
kloaka siydik va axlat kloakada aralashadi va birga tashqariga chiqariladi. Ushbu rasmda demak qushlarning ayirish sistemasi keltirilgan. Bemalol videoni pauza holatiga keltirib tanishib o'tishingiz mumkin. Suv yozuvchilarning ayirish sistemasi tanadagi keraksiz moddalarni, ortiqcha tuz va suvni chiqarib tashlash hamda ichki muhit barqarorligini ta'minlash vazifasini bajaradi. Juft buyraklar umurtqa pog'onasining bel qismida, bel umurtqalarining ikki tomonida joylashgan, loviya urug'i shaklida bo'lib, to'q qizil rangga ega. Qonni filtrlash orqali siydik hosil qiladi. Juft siydik yo'llari har bir buyrakdan bittadan chiquvchi naychalar bo'lib, hosil bo'lgan siydik pufagiga o'tkazadi. Siydik pufagi muskulli xaltacha shaklidagi a'zo, unda buyraklardan kelgan siydik vaqtincha to'planadi. Siydik chiqarish kanali siydik pufagida to'plangan siydikni tana tashqarisiga chiqarib tashlaydigan nay hisoblanadi. Muhim biologik xususiyatlari siydik pufagining mavjudligi qushlardan farqli o'laroq sut emizuvchilarda siydik pufagi yaxshi rivojlangan, siydik muntazam ravishda emas, to'planib ma'lum bir vaqt oralig'ida tashqariga chiqariladi. Sut emizuvchilarning demak namuna sifatida et keltirilgan etning ayirish sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Odamning siydik ayirish sistemasi tanada moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan keraksiz va zaharli moddalarni, ortiqcha suv hamda tuzlarni qondan ajratib, tana tashqarisiga chiqarib tashlaydi. Aynan ushbu sistema. Demak, keling tanishib o'tamiz. Juft buyraklar bel sohasida umurtqa pog'onasining ikkala tomonida joylashgan loviya shaklidagi a'zo. Buyraklar qonni tozalovchi va siydik hosil qiluvchi asosiy organ hisoblanadi. Juft siydik yo'llari buyraklarda hosil bo'lgan siydik pufagiga olib boruvchi uzun ingichka naychalar hisoblanadi. Siydik pufagi chanoq bo'shlig'ida joylashgan muskulli xaltacha. Unda siydik vaqtincha to'planadi. Hajmi taxminan 500 ml-gacha. Siydik chiqarish kanali siydik pufagida to'plangan siydikni kanali orqali tashqariga chiqarib yuborish vazifasini bajaradi. Ushbu rasmda demak odamning siydik ayirish sistemasi tasvirlangan, tanishib o'tishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha ma'lumotlari shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.